Nevroz so'zi nima? Juda ko'pchilik tanasidagi turli yoqimsiz hislarga, simptomlarga, bezovtaliklarga ishonib, nevroz bu tanadagi qanaqadir kasallik deb xatolik yo'l qo'yishadi. Nevroz aslida bu sizni ruhiy holatingiz bilan bog'liq bo'lgan, fe'l-atvoringiz bilan bog'liq bo'lgan kasallik va uni muammosi siz o'ylaganingiz kabi yuragingizda bezovtalik bo'lsa kardiologda yoki bo'lmasam asablaringizda qanaqadir o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa nevropatologda emas, balki ruhiyatingizni davolovchi psixoterapevtda hisoblanadi. Sizni ham shunaqa muammolar qiynayotgan bo'lsa, Telegramdagi nevroz, vahima, depressiya holatini davolaydigan yopiq klubimga sizni taklif qilaman. Bu klubda men har shanba kuni ushbu muammolarga yechim bo'ladigan jonli tahlillar o'tkazaman. Bularni ko'rish orqali siz o'z holatingiz haqida eng ishonchli to'liq ma'lumotga va davoga ega bo'lasiz. Klubga qo'shilish uchun yashayman so'zini izohlarda yozib qoldiring.